Bu 5 ta mahsulotni olishingizni tavsiya qilmasdim. Birinchisi Vivienne Sabo qosh qalami. Avtomatichki orqasida shotkasi ham bor. Qoshlaringizni chiroyli tola qilib chizib, ham chiroyli qilib rastushovka qilib olasiz. Qoshlaringiz tabiiy ko'rinishda bo'ladi. Kimga kerak bunaqa qosh? Ikkinchisi bronzer Catrice. Surish juda ham oson, hech qachon dog' bo'lib yotmaydi. Delikatni yaltirab turadi. Xuddi Photoshop effektini beradi. Endi shu yaxshimi aytinglar qizlar? Uchinchisi shu Catrice rumyanasi. Juda ham pigmentированный, yanoqlaringizga delikatniy свечение beradi. Juda ham qimmatbaho ko'rinib, ko'rinishingizni svejiy qilib qo'yadi. Shunaqa ko'rinish bizga kerak emas. To'rtinchi bu Vivienne Saboni qora layneri. Kistichkasi shunaqangi uchliki, strelkaga o'xshamasligiga shans qoldirmaydi. Shunaqa tekis strelka bizga kerak emas. Shunchalik yoqmaganidan ikkinchisini ham zapas qilib oldim. Beshinchisi Pupani lab uchun konturi. Labingizga 1-2 mm qo'shib sursangiz ham hech kim sezmaydi. Labi tabiiy chiroyli ekan deyshadi. Yo'q, bunaqa effekt bizga kerak emas. Mayli, oltinchisi ham bo'la qolsin. Note'dan lab uchun balzam. Bemalol qimmatbaho balzamlar bilan raqobatlasha oladi. Labni juda ham yaxshi namlantiradi va chiroyli blesk beradi. Shunaqa chiroyli yaltirab turish menimcha hech kimga kerak emas. Men esa shu mahsulotlar bilan makiyajimni bitirdim. Mahsulotlarni opisaniyada sizlar uchun ham qoldirdim.